Assalomu alaykum. Bugungi birinchi mavzumiz oddiy differensial tenglamalar nazariyasining asosiy tushunchalari. Hop, rejalar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi reja masalaning qo'yilishi, ikkinchi reja ta'riflar, uchinchi reja birinchi tarif differensial tenglamalar haqida umumiy tushunchalar. To'rtinchi rejamiz misollar. Igriking ifotik funksiya biror hodisaning miqdoriy tomonini aks ettirsin. Ko'pincha biz bu hodisani tekshirishda y bilan x orasidagi bog'lanish xarakterini bevosita belgilay olmaymiz. Ammo x va y miqdorlar hamda x dan y bo'yicha olingan birinchi tartibda, ikkinchi tartibda, uchinchi tartibda va hokazo n'inchi tartibda hosillar orasidagi munosabatni belgilay olishimiz, ya'ni differensial tenglama yozishimiz mumkin. X va Y o'zgaruvchilari hamda hosillar orasidagi topilgan bu munosabatdan Y bilan X orasidagi bog'lanishni bevosita belgilash, ya'ni y x funksiyani topish yoki boshqacha aytganda differensial tenglamani integrallash talab etiladi. Birinchi misol, massasi ham bo'lgan jism biror balandlikdan tashlab yuborilgan. Agar jismga og'irlik kuchidan tashqari havoning tezlikka proporsional bo'lgan qarshilik kuchi ta'sir etsa, bu jismning tezligi v qanday qonun bilan o'zgarishini bilish, ya'ni v efekti munosabatini topish talab etiladi. Newtonning ikkinchi qonuniga ko'ra, m taqsim d teng L. Bunda d taqsim dt harakatdagi jismning tezlanishi, tezlikdan vaqt bo'yicha olingan hosilasi. F esa jismga harakat yo'nalishida ta'sir etuvchi kuch bo'lib, u og'irlik kuchi mgdan va havoning qarshilik kuchi tezlikning yo'nalishiga teskari yo'nalgani uchun uni manfiy ishora bilan olamiz. Bunday qilib aniqlamiz. Biz noma'lum v funksiya bilan uning hosilati orasidagi bog'lanishni ifodalovchi munosabatni, ya'ni noma'lum v funksiyaga nisbatan differensial tenglama hosil qildik. Differensial tenglamani yechish berilgan differensial tenglamani aynan qanoatlantiruvchi v efekti funksiyani topish demakdir. Differensial tenglamani qanoatlantiruvchi bunday funksiyalar cheksiz ko'p. Har qanday, ya'ni v teng s y darajasi k taqsim m t taqsim k ikkinchi ko'rinishdagi funksiya s o'zgarmas miqdor har qanday bo'lganda ham birinchi tenglamani qanoatlantirishini o'quvchi osonlik bilan tekshirishi mumkin. Bu funksiyalardan qaysi biri v ning t orqali izlanayotgan munosabatni beradi? Buni topish uchun qo'shimcha shartdan foydalanamiz. Jismni tashlab yuborishda unga boshlang'ich bunday tezlik berilgan edi. U xususiy holda nolga teng bo'lishi ham mumkin. Biz bu boshlang'ich tezlikni ma'lum deb faraz qilamiz, ammo bu holda izlanayotgan v efekti funksiya shunday bo'lishi kerakki, uning uchun t teng 0 bo'lganda harakat boshlanishida v teng 0 shart bajarilishi kerak. Ikkinchi formulaga t teng 0, v teng 0 ni qo'yamiz. Bundan yutqazishni topamiz. Demak, v bilan t orasidagi bo'layotgan bog'lanish, ya'ni sinovga olib qo'yganimizda ikki ko'rishdagi bog'lanish. Ya'ni, agar k teng 0 bo'lsa, ya'ni havoning qarshiligi yo'q yoki e'tiborga olinmaydigan yoki kichik bo'lsa, u holda tezlikdan ma'lum bo'lgan topilgan v funksiya m dv taqsim d teng mg minus kv differensial tenglamani va t teng 0 bo'lganda v teng 0 boshlanish shartini qanoatlantiradi. Ta'riflar. Birinchi ta'rif differensial tenglamani erklik o'zgaruvchi x noma'lum ifotik funksiya va uning birinchi tartibi, ikkinchi tartibi, uchinchi va hokazo n'inchi tartibli hosillar orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. Differensial tenglamani quyidagicha belgilashlar yordamida ifodalash mumkin. Ya'ni n'inchi tartibli differensial tenglamani belgilanishi yoki mana bu ko'rinishda.
Agar izohga ifodik funksiya bitta yerda o'zgaruvchining funksiyasi bo'lsa, u holda differensial tenglama oddiy differensial tenglama bo'ladi. Ikkinchi ta'rif differensial tenglamaning tarkibiga tenglamaga kirgan hosilning eng yuqori tarkibiga aytiladi. Masalan, mana bu ko'rsatgan tenglama birinchi tartib differensial tenglama. Bu ko'rsatgan tenglama esa ikkinchi tartib differensial tenglama. Uchinchi ta'rif differensial tenglamaning yechimi yoki integrali deb differensial tenglamaga qo'yganda uni ayniyatga aylantiradigan har qanday y funksiyaga aytiladi. Birinchi misol mana bu ko'rinishdagi tenglama berilgan bo'lsa. Sin x, cos x, sin x minus cos x funksiyalar umuman sin x, cos x yoki sin x cos x funksiyalar 0 va 0 ixtiyoriy o'zgarmas miqdorlarning har qanday qiymatlarda ham berilgan differensial tenglamaning yechimi bo'ladi. Uning to'g'riligini ko'rsatilgan funksiyalarni berilgan tenglamaga qo'yib ko'rib chiqish mumkin. Rejamiz birinchi tartibli differensial tenglamalar haqida umumiy tushunchalar. Birinchi tartibli differensial tenglama mana bu bir ko'rinishda bo'ladi. Agar bu tenglamani ga nisbatan yechish mumkin bo'lsa, uni shtrix ko'rinishda yozish mumkin. Bu holda biz differensial tenglamani hosilaga nisbatan yechilgan bunday tenglama uchun quyidagi teorema o'rinli bo'lib, bu teorema differensial tenglama yechimining mavjudligi va yagonalik haqidagi teorema deyiladi. Bu teoremani sifatisiga qarab o'tamiz. Teorema agar y tenglamada f(x) y funksiya va uning y bo'yicha olingan xususiy hosilashi x o y tekislikdagi x nol y nol nuqtani o'tuvchiga oluvchi biror d sonli uzluksiz funksiyalar bo'lsa, u holda berilgan tenglamaning x teng x nol bo'lganda y teng y nol shartni qanoatlanib qo'yishi birgina y teng f(x) funksiyaning mavjud ekanligini bildiradi. Hozirgi aytib o'tilgan teoremadan bir shtrix tenglama turli yechimlarga ega ekanini ko'rib chiqadi. Masalan, mana bu x nol y nol x nol y x nol y va hokazo nuqtalar d soda yotsa, grafiga x nol y nol nuqtadan o'tadigan yechim, grafiga x nol y bir nuqtadan o'tadigan boshqa yechim, grafiga va hokazo x nol y ikki nuqtadan o'tadigan yechim va hokazo ketishi mumkin. X x nol bo'lganda y funksiya berilgan y nol songa teng bo'lishi kerak degan shart boshlang'ich shart deyiladi. Bu shart ko'pincha yoziladi. Birinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy yechimi deb bitta ixtiyoriy s o'zgarmas miqdorga bog'liq bo'lgan hamda quyidagi shartni qanoatlantiruvchi funksiyaga aytiladi. Bu funksiya differensial tenglamani s o'zgarmas miqdorining konkret olingan har qanday qiymatda ham qanoatlantiradi. X teng x nol bo'lgandagi nol, ya'ni mana bu boshlang'ich shart har qanday bo'lganda ham s miqdorining s teng s nol shunday qiymatni topish mumkinki, y teng mana bu nol funksiya berilgan boshlang'ich shartni qanoatlantiradi. Bunda x nol va y nol qiymatlar x va y o'zgarishlarning o'zgarish sohasining yechimining mavjudligi va yagonaligi haqidagi teoremaning shartlari bajariladigan qismiga tegishli ta'kidlandi. Ikkinchi, biz differensial tenglamaning umumiy yechimini izlashda ko'pincha y nisbatan yechilmagan x y nol bu munosabatni y ga nisbatan yechsak umumiy yechimni hosil qilamiz. Ammo y ni ikki shtrix munosabatdan foydalanib elementar funksiyalar bilan ifoda etish hamma vaqt mumkin bo'lavermaydi. Bunday hollarda umumiy yechim oshkormas ko'rinishda qoldiriladi. Umumiy yechimni oshkormas holda ifodalovchi mana bu ko'rinishdagi tenglik differensial tenglamaning umumiy integrali deyiladi. Ikkinchi ta'rif ixtiyoriy s o'zgarmas miqdorga ma'lum s nol qiymat berish natijasida
umumiy yechimdan hosil bo'ladigan har qanday bu funksiya xususiy yechim deb ataladi. Bu holda mana shu munosabat tenglamaning integrali deyiladi. Differensial tenglama yechish yoki boshqacha aytganda integrallash deganda uning umumiy yechimini yoki umumiy integralni agar u shart berilgan bo'lmasa topish yoki berilgan boshlang'ich shartdan qanoatlantiruvchi shartlarni qanoatlantiruvchi agar bunday shartlar mavjud bo'lsa yechimini topishni tushunish kerak. Misol qo'yamiz. X bular oilasi y x kvadrat differensial tenglama. Bu differensial tenglama tushunishimiz uchun birinchi tadqiqot olamiz, bundan so'ng topamiz, o'rniga qo'yamiz. Bu birinchi tadqiqot tenglama. Ya'ni ma'lum so'nishlar. E'tiboringiz uchun rahmat.